Dostlar sizlerge bunu efendim koyutmasam bu gelecek sazan var. Kan. İki yarım kilo, 3 kilo, 4 kilodan çıkardı bana valla. Vay. Ne? Sen şükür bugün haftanın pazar günü. Kilo üretser, bak korluk kılamış kulağına eten. Ne ister? Acayip lekin. Lekin. Mayla da bu şey çırak olanda. Balıkta kızıkat Allah var mı? Kilo üretser. Epkiling, miga epkiling. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar, sog' salomat yuribsizlarmi? Bugun haftaning bozor kuni. Xudo xolasa, bugun musofirdagi yigitlar dam oladi mana. Baliqxo'rlik qilib. Rahmon aka hormon. Oy, dahshat ekan bu. Ha, to'k tashyapman, to'k tashan qara. Klinka qilaman deydi. Zayloq to'k mishin setmaydi. Toza buni. To'g'rilishini qaranglar. Voy, jani bor. Bay. Balıkka qiziqatonlar bormi? Mana. Kamerada kichkina ko'rinadi. Yadur bormi? 4 kilolik bor. 25 kilo baliq ekan bu. 350 so'mdan oldim dedi. 350 so'mdan qimmatmi, arzonmi do'stlar? Fikrlarni yozasizlar. Mana. 450 500 dan o'ta to'g'ri. Şurada arzon yerini topdi Umid. Baliq kerak bo'lsa Umidga murojaat etaverasizlar. Aparib beraveradi. Mana mashina. Kuzatib boraverasizlar. Ana baliqlar. Sizlarga shuni ko'rsatmasam bo'lmaydi axir. Ana sen yomon kallan ishlatding, tozalanganini olding. O'zi shunday bo'ladi, o qarib ekan. Tengachasi yo'q. Yog'am shuni ekan, shunday ekan bu. 4 shunday ekan. Shunda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 baliq ekan, 25 kilo. Mayli bu. Ko'proq yuborsang mayib tashida do'ldan chiqaradi u. Chalaraqadan bo'lsang. Chunki to'ymay yeb qo'yrasan buni. Sho'rvasidan zo'r bo'ladi. Voy! Keling. Suhbat qilamiz. Gurung qilamiz, gurung. Çalınırsan? Yo'q, Neçe so'mdan aldın qana baliqni? 330. 330 so'm? Hava. Neçe kilo aldın? 25 200? 330. Arzon yerini topsan o. Bize 450 500 inçeden anlatamıyorduk. 580 bu kötü tamamıydı. O'zim hayron qoldim. Birda 380 shuni yetib oladi. Modun 4 klası, 4 kilodan o'tgani. 8 so'mdan da eder Rovshada. Yerda Rovshada. minchakilar nesi bor o'zi, hovuzi. Yo. O'zi taxtadan zaytib qo'yibdi. Cho'lpon tig'atdan apiraveradi, u muson, iri muson, mayda deb o'tirmaydi u. Mayda ber desam, maydasini beradi o'zi. Qayta maydasi yaxshi, molar jirniy bo'lib ketadi-da, shu mayli bo'lib. Nomer qoldiramizmi? Kerak bo'lsa olib beraverasizmi? Farqi. Ayt nomeringni. Nomeringni ayt. 994 Aha. 405 31 87. Telefon qilaverasiz, Telegram, WhatsApp bor. Olib beradi, taksi pulini berasizlar-da. Mana. Молодец. Ya yo'qdan telefon o'tirmasa, yo'q. Olaversa qanday? Gaplashib, kelishib yuboraverasan. Hava qarab etdi. Yo'qda arzon. Oyog'imi? Ya bizga mushaqallar. U vahshiy boqotlar bor. Belan borib o'shimiz edi. O'lam kelganing yaxshi bo'lsin, bak xabaramiz. Dokumentingni olaver. Ko'nossin. Rahmat aka bir ko'tarib ko'rsatib bering. Eng uqonni o'sha o'tirsizmi deyman. Bu yoqqa qaratib o'shavering, bu yoqqa qaravering qarab. Qisintirsizda, ha? Buni ne ko'radi buni? Baliqchi. Dim baliqqa qiziqarkan. Baliq temasida chiqarsam, Muzaffar akang bormi? Fermer. Der kommentariy yozadi. Qozon tayin xudo xolasa. Do'stlar mana pishirib boshladi baliqdan xudo xolasa. Nasib etsa, mana bu ekan power. Bosh power bu. Qanday u ekan. Kim tanisa
Kommentariyga yozib ketinglar. Ulug'bek aka endi qancha vaqtlardan beri po'g'irchilik etasiz? Bize ko'p bu yo'q po'g'irchilikqa. 1-2 yildan beri po'g'irchilik Havaskor. etamiz. Qo'ldan keladi ish qilib. Bo'ladi. Bekbaydadan po'g'irchilik etasiz. Hava. Bo'ladi. Bekbayda po'g'irchilik etgan vaqtlarni biladi odamlar, obunachilar. Kommentariyga yozinglar, Ulug'bek aka. Po'g'irchiliklarni. Ayni. Mana obunachilar baliq pishirish jarayoni bu bilan. Bu yoqda balıqxona açsanız ham bo'ladi ekan, ha? Saboy. Ko'rib turibdilar-ku. Voy achish kerak o'zi shunday. Bu Deri yurgash bilan borib kelishasiz. Mana yurgash keldi-ku. Bu grilkani ana ne var edi-ku? Ular nishit netadi. Bulardaki dum uflab qaynab turadi, moylari, Napor mana yana o. napor bilan. Bu zavskoy grilka mı olar? Shunda uzatilgan ular. Bo'ladi. Obunachilar, kuzatib boraverasizlar. Mana musofir yigitlar bugun dam olish. Mana shunday gap so'zlar. Chesh. Kino o'rna, voy. Qishtaqab ketdi demasin yana. Chet. Ko'ring. Nima kino o'rgan ekan desa. Quyosh chiqadi deb qisirib o'tdi bu. Kelaversin endi. Aslan dasturxon to'shursinlar dasturxonlarni. Kalan mı demeyi? Içinde bir ekol var ekan. Aka kaçma. Kızım belki bana geldi. Yan bana alalım. Ha. Sünnet nasıl? Sünnet şahit kılış gerek. No. Nima bo'lyapti? Anladan sünnet. Aa. Var mı ağırlık biri? Yeli yürüyüp ketese yeli vay bu. Masaj dedi bu. Burun bağlar ham shundaydi. Hiç vaqt uyalmanglar. Muzikani o'chirib turishga yuradi. Odamlar bilasizmi? YouTube'ga har turli ishlar etib chiqib yotdi. Ha, biz ham ne? Halol minat etib dam olib Ko'rmasmi? Ko'rma? Bizlar dalim deysizmi? Bize dar mı video var? Bize de bizde olur. Oynasın.
Kırsakan yaman yollattı bu. Kırsakan kelgende mine balıklar pişip. Birinchi kuni Ha. Kırsakan bu zvezda o. Karnında karnında. Bıçağı kıldım acayip. Ha, zakaz et koydunlar mı? Azam. Ya puzzle joraga aparıp bergen bıçaktan ekan mı? Doğru bıçak bu kana. Ana koltuğa toyran var mı ha ya? Bolady balıklardı basa berasın mana. Ana dostlar. Musafirdagi yigitlar bular, xudo xolasa. Bugun dam olish. Yamari bolalar bilan kayfiyat yeb o'tiribdi. Harmanlar yaqinlashdaqa. Bunu toza kelgan bog'larning bari kameradan qo'rqadi-da bular, yerga qarab o'tirib, uyalib o'tiradi, qisnadilar. Qana ekmadi mi balıqda? Şehte aynakta oturatuyan şikerak o ha? Yaman ertançma. Hani kağalardan çakırınlar ya. Yok öyle bir yer bakalım. Eski dost yanımda bulsan eslatar yaşlılarım oynab o'tgan ko'chalar ham Kaça oraya kan bu? Yoladı kan bu, yoladı kan. Nan neçe so'm bu qara? Bana bahasını aytib o'tik. Javlan jan nan neçe so'm? 50 rubuga chiqdimi? 40 edi, bultiram 50 mi diye? So'ng 40 ga, 50 ga. Dostlar 50 rubl ekan. Nan yo'qsa, tandır quramizmi ya? O'zimizga yetadi o'zi. Bir tandır yo'qsa. Namchilar yo'qmi? Ahmad Sevatonovdan. Situasyon. Ben aynaktan başlap götürmem bu. Katnap tuttu, beğendi bir ek pişirip iş gerek de bunu. Ha? Ağaç katnap dursan, sizler mindetinle endi. Bir pişirip bir birinler. Abi bu 50 kilolar yürüyordu ola. Singirip. eski dostlar Dur bek. Bir kala söyle. yemedim. Oldu ey vay. Ya bu ısı. Ya böyle tutmaz ki. Basıyorum. Nurbek indi başlasan mı? Alın kart. Basın. Sen de kan. Koyunma mahır. Oldu onda şu bilen bizlerin videonu yakladınız. Abone olsalar, sağ olasınlar, selamet olasınlar.